Kirgili Toshkent kafe yaqinidan 4 qavatli panelning birinchi qavatida joylashgan 2 xonali gulxo'y uyimiz sotuvda. Sanuzili remonti o'rta holatdagi. Issiq suv, sovuq suv, gazdan muammo yo'q. Oshxonasi vazimutsa qilingan, holati yaxshi. Vazimutsa qilingan, polностью holati nihoyatda yaxshi, pokiza, shinam. Ispaniya tomonga yuramiz. Ispaniya ham yaxshi holati. Bitta oyda kirib, chiroyli maza qilib yashasa bo'ladigan pokiza uy. Azar kvartiramiz narxi 22 ming dollar baholanyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Kirgili Toshkent kafe yaqinidan 4 qavatli panelning birinchi qavatida joylashgan 2 xonali gulxo'y uyimiz sotuvda. Sanuzili remonti o'rta holatdagi. Issiq suv, sovuq suv, gazdan muammo yo'q. Oshxonasi vazimutsa qilingan, holati yaxshi. Vazimutsa qilingan, polностью holati nihoyatda yaxshi, pokiza, shinam. Ispaniya tomonga yuramiz. Ispaniya ham yaxshi holati. Bitta oyda kirib, chiroyli maza qilib yashasa bo'ladigan pokiza uy. Azar kvartiramiz narxi 22 ming dollar baholanyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar.